frontend dasturchi bo'lmoqchi bo'lganlar uchun men xarita qildim. Bunda nimalarni o'rganish kerak va qancha vaqt ketishini hammasini chizib chiqaman. Birinchi o'rinda HTML dan boshlaysizlar. Unda 1-2 kun vaqt ketadi. Undan keyin CSS 1 oy. Men uchun CSS sal qiyinroq bo'lgan. 1 oyda ikkitasini tugatdingizmi, o'sha veb-saytlarni dizaynini qilishingni boshlaysizlar. Lekin ular funksiyasi ishlamaydi, chunki uning uchun JavaScript kerak. JavaScriptga 2 oy ketadi. Lekin men buni eng tavsiya qilganim qattiq o'rganinglar. Sababini hozir bilasizlar. JavaScriptdan keyin front-end developer yoki back-end yoki mobile developer bo'lishinglar mumkin. Shuning uchun JavaScriptni juda ham qattiq o'rganinglar. Agar front-endda nimani o'rganish kerak desanglar, React bilan Next.js'ni qattiq tavsiya qilaman. Bu oson, Vue eng osoni, Angular eng qiyini. Men React bilan Next.js'ni tavsiya qilaman, ish o'rinlari juda ko'p. React bilan Next.js'ni bilsanglar, React Native'ga o'tish 1 hafta 1 oy ketadi, chunki 90% bir xil. Tushuntira oldimmi? React Native'ni bilsanglar, React'ga yo Next.js'ga o'tish juda ham oson. React'ni bilsanglar, Next.js'ni ham 1 haftada o'rganasizlar. Mana 3tasi juda ham bir xil. Shuning uchun men React'ni tavsiya qilaman. Bitta o'q bilan 3tasini o'rganib olasizlar, meni tavsiyam.